Azizlar, sizlar uchun Lisian 57 Pro topib qo'ydim. Bitta ko'ringlar azizlar. Qora, toza kraska, oranjiy salon, zavoddan chiqqan podnoshkalar, prisoskalar, mashina 19000 kilometr yurgan azizlar. Mashina juda ham sostaniyasi juda ham a'lo darajada turibdi. Inamaka haydada ham buni yashil rangini ancha yurgan 2023 ni ham ancha qimmat qo'yildi. Buni hossillarga 44900 qilib berishyapti egalari. Men nomerlar qo'yib qo'yaman. Yana bitta gaplashsanglar, arzonroq ham qilsanglar bo'ladi. Mashinani bitta ko'ringlar, bu mashinani. Buni bilgan biladi. Bunda Air Pro Max pozitsiyalari chiqqan. Bu o'sha Pro pozitsiyasi. Max'da faqatgina bir dona lidar bilan farq qiladi. Mana shu lidar bo'lmasa, hammasi bir xil. Mashinada o'zini polilari ko'rishingiz mumkin. Lekin zaryadni berishmas ekan, lekin ozgina gaplashsanglar, bitta zaryadni qo'shib berishadi, xohlasa. Azizlar, 255 ga 50 R20 Pirelli yumshoq 4 ta balon qo'yilgan.